Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun mana Qarshiga keldik. Bir oila murojaatiga, Hamza akamizni oilasiga. Bu akamiz Xorazmlik, Qarshiga kelib, shu yerda bir dashtda, cho'li biyobonda hayot kechiryapti. Bir fermer akamizni mana shunday bir chayla deydimi, bu yerda endi hozir kichkinaroq shepancha deydimi, shu yerda oilasi bilan kun ko'rib, shu fermer akamiz shu yerdan joy bergan, uy joyi yo'q, ko'chada qolgan oila, yosh oila. Shunga bir murojaat bo'yicha keldik. Qo'llaringizdan kelsa bir yordam qilsak yaxshi bo'lardi, o'rtoqlar. Rozimiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qayerdansiz? Ismingiz kim? İsmim Hamza. Şu Qashqadaryo yashayman. O'zim Xorazmlikman. Shunda bu uy joyimni shu singlim oformit qilib olgan. Uy joyimiz yo'q. Ko'chada qoldi. Sizni uyingizni oformit qilib olgan. Oformit qilib olgan. O'shanda uy joyim yo'q. Fermerlar ishini ikkita bachcham bor. Yegizak. O'sha yerga bir fermerga iltimos qildim. Mana shu chaylada yashaymiz. Bitta xona bergan. Bitta xona bergan. Hammamiz yotar turamiz shu yerda. Iltimos yordam beringlar. Xudoyim bizlardan qaytmasa, Xudodan qaytsa Xudo. Aka ukalaringiz yo'qmi? Yo'q. Bitta o'g'ilsiz. Bitta o'g'il. Singlingiz onangizdan o'zini nomiga o'tkazib olgan. O'tkazib. Siz xabaringiz ham yo'q. Yo'q, undan xabarim yo'q. Hozir borsangiz qo'ymaydimi? Yo'q, umuman qo'ymaydi. Chiqarib yuboryaptimi? Chiqaryapti. Ilojim yo'q. Bu yerda mana yurtimiz nimada o'sha yerda bir chaylaga iltimos qilib, u mana bu fermerning chaylasida qo'ylarni boqaman. O'shanda men o'zim kasalman. Har 2 oydan 3 oydan osma o'qil dori olib davolanib turmasam men yaramayman og'ir ishlarga. O'shanga ayolim ham kasal. O'shaning uchun bir iltimos bir aka. Nechta farzandingiz bor? Meni bir o'g'il bir qizim bor. Egizak meniki. Bir o'g'il bir qiz. Necha yosh? 3 yosh. 3 yosh. Yosh ekan-da hali. Ha, shu yosh. Shuning uchun shu iltimos aka shu yordam bering, shu og'ir qiyin ahvolda qoldik-da. Kasal bo'lgandan keyin nima qilamiz? Shu bir xonada uy joyim yo'q. Bu yerda gaz ham yo'q-a? Bu yerda gaz ham yo'q. Mana bu svit bor. Bu ham o'chib nima qilib turadi. Qishin bilan qishin yozin yashaymiz shu yerda. Mana nimada dappi yoqamiz, mana bu nima yoqamiz, nuri deymi nima, o'shalarni yoqib qishda amalab chiqamiz bir xonada. U ham nimada bu bir 20 minut 10 minut qizadi, keyin nima qilib yaxlab nima qilib uy joyimiz yo'q aka. Iltimos. Qarshini qaysi rayoni bu? Qarshining Bog'obod qishlog'i. Ha? Bu yer вообще cho'l biyobon ekan, bu atrofda uylar ham yo'q. Yo'q. Shu yerda bir o'rtada turar ekansiz-da bu yerda. O'rtada, shu o'rtada. Fermer oylik beradimi? Fermer oylik berdi, 1 million oylik beradi. Menga shu bir xonani berib qo'yibdi, o'sha 1 million oyligiga moli, podasi uni qarayman, boqaman o'zim. Kecha kunduz shu oldidaman va men shu yerda mana nima qo'ylar yotadi, o'sha qo'ylarni oldidaman. Shunga. Ayolingiz ishlamaydi? Ayolim ishlamaydi. Ayolim bachchani qaraydi. Mana shunday. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'ryapsizlar. Oilaviy sharoit mana hali ham shu fermerga rahmat. Shu ko'chada qolgan oilaga shunday joy berib, qarab mana shu oylik beryapti ekan. Har qaysi fermer ham oylik beravermaydi bunday joyga. Bir xil fermerlar bo'lsa, mana deydi, uy berib qo'yibman-ku, deb ham misol boshqa fermerlar qilishi mumkin edi, lekin vijdoni bor ekan. Shu akamiz fermerning ismi nima? Obidboy. Obidboy? Obidboy, ha. Obidboy akamizga kattakon rahmat. Mana shunday oilalarga mana o'zingizni hissangizni qo'shib, uy joy berib, oylik berayotgan ekansiz. Kattadan katta rahmat. Endi baribir u fermer ham akamiz ham qo'lidan kelgancha 1 million oylik beryapti, lekin 1 millionga o'zlaring bilasizlar, kun kechirish qiyin. Qiyin. Oilaviy sharoitda. 1 kilo go'shingiz 120 ming so'm bo'lyapti misol. Shuning uchun qadrdonlar, shu akamizga befarq bo'lmasak, nima deysizlar? Ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Ehsonni 1 so'mi ham, 10 so'mi ham, 100 so'mi ham ehson deyiladi. U dunyoda ajrini olasizlar, qadrdonlar. Shu oilaga qo'ldan kelgancha bir yordam qilaylik akamizga.
men o'zi uncha bunday videolar chiqarmayman bunaqa, lekin oilaviy sharoitini ko'rib, rahmim kelib Samarqanddan Shergacha keldim akamizga bir xolisona bir xizmat qilib beray deb. Shunga agar befarq bo'lmasalaringiz, ozmi ko'pmi, ozginadan 10 rubl, 20 rubl yoki O'zbekistonda bo'lsangiz 10 ming so'mmi, 50 ming so'mmi himmatingiz nech pulga qurbingiz yetsa, bir qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik shu akamizga. Shu iltimos akalar, opalar, singillar, shu mana shu bir qiynalgan bir odamga bir yordam, bir savob yuzasida bir yordam qilinglar. Xudoyim sizlarni Xudo nima qilsin Xudoyim. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin Xudoyim. Amin. Xudoyim topgan tutqanlarınız yaxshi kunga. Xudoyim Allah razı qilsin Xudoyim sizlarni. Yordam beringlar Xudoyim. Allah razı qilsin. Amin.